Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, qadrli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Kolba maktabini ochilishdan asosiy ko'zlangan maqsad, ya'ni Kolba maktabini missiyasi haqida gaplashamiz. Nima uchun biz aynan maktab ochishni reja qildik? Nima uchun biz bu maktabni aynan sayns sohasiga ixtisoslashgan qilib ochdik? Nima uchun biz maktabda aynan kimyo, biologiya fanlarini chuqurlashtirib o'rgatamiz? Bugun mana shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Bilasizmi, sayns sohasidagi yutuqlar davlatlarning qay darajada rivojlanganligini ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Barcha ixtirolar, innovatsiyalarning asosiy deyarli 100% aynan mana shu sohada bo'ladi. Tadqiqotlarga ko'ra, texnologiyalari, innovatsiyalari orqali rivojlangan davlatlarda ishsizlik darajasi 5-10% dan oshmaydi. Startup kompaniyalari ko'payib, millionlab ishchi o'rinlarini yaratadi. Harbiy texnologiyalar rivojlanib, mudofaa xavfsizligi mustahkam bo'ladi. Tibbiyot, sog'liqni saqlash yuqori darajada bo'lganligi uchun insonlarning o'rtacha umr ko'rishi 75-85 yilni tashkil qiladi. Tibbiyot rivojlanmagan davlatlarda esa bu ko'rsatkich 60-65 yilni tashkil qiladi. Ilmiy texnologiyalari, ixtirolari, innovatsiyalar rivojlangan davlatlarda insonlar arzimagan kasalliklar bilan vafot etib ketishmaydi. Maktabimiz aynan mana shunday texnologiyalar, ixtirolar va innovatsiyalarni yaratadigan o'quvchilarni, yoshlarni, olimlarni yetishtirish uchun ochildi. Nasib qilsa maktabimiz o'quvchilari kelajakda iqtisodiyotimizni yana ko'tarish uchun, harbiy texnologiyalarimizni yanada yaxshilash uchun, tibbiyotimizni sifatini yanada oshirish uchun, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat sanoatimizni yanada yaxshilash uchun asosiy lokomotiv bo'lishadi. Dunyo juda ham tez o'zgaryapti. Biz jamoamiz bilan oldimizga asosiy qo'ygan maqsadimiz ham yoshlarni bugunga emas, kelajakka tayyorlash. Buning uchun biz maktabimizda o'quvchilarga eng zamonaviy bilimlarni amaliyot bilan birga berishga, yoshlarimizni vatanni sevadigan, xalqini yaxshi ko'radigan avlod tayyorlashga harakat qilyapmiz. Bizning maktabimizda nafaqat o'quvchilarga zamonaviy akademik bilimlarni beramiz, balki ularni jamiyatda kerakli, foydali inson bo'lishlari uchun shaxsiy rivojlanishlariga ham alohida e'tibor qaratamiz. O'quvchilarimizda biza o'ylayotgan, biza reja qilayotgan natijalarga erishishlari uchun bizni jonkuyar ustozlarimiz dunyo tajribasini o'rgangan holatda bugungi kunda 60 ga yaqin kitoblarni chop qilishdi. Bu kitoblar bizani Kolba maktabimizning maxsus dasturi asosida o'quvchilarimizga doim ravishda o'rgatib boriladi. Maktabimiz ochilganiga endigina 2 yil bo'lishiga qaramasdan o'quvchilarimiz bir qancha yutuqlarga erishdi. Bulardan o'quvchilarimiz xalqaro olimpiadalarda 3 ta oltin medal, bitta kumush medalni, tuman va shahar olimpiadalarida 9 ga yaqin sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Eng bir xursand bo'ladigan quvonarli joylaridan biri shahar olimpiadasida hakamlar hay'ati Kolba maktabi yosh bo'lishiga qaramasdan bunaqa natijaga erishadi deb o'ylamagan edik. Sizlarni tabriklaymiz deb turib e'tirof qilishdi. Bundan juda ham xursandmiz. Shu o'rinda bir narsani aytmoqchimanki, bizga ishonib biz bilan katta yo'lga chiqqan jamoamizni ham, bizlarga farzandlarini ishonib topshirgan ota-onalarni ham va mana shu xalqimizni ham ishonchini albatta oqlaymiz. Sababi biz yillar davomida aynan mana shu sohada ishladik. Shu sohaga umrimizni bag'ishladik. Bu sohaning kamchiliklarini ham, yutuqlarini ham juda yaxshi bilamiz. Yana bir asosiy narsani aytib qo'ymoqchimiz. Bu maktabni biz ko'proq pul topib, boyib ketish uchun ochmadik. Nasib qilsa, bu maktab bizni farzandlarimizga meros bo'lib qolmaydi. Bu maktab mana shu xalqimizga, mana shu millatimizga meros bo'lib qoladi. Farzandlarimizga esa faqatgina mana shu xizmatni davom ettirish meros bo'lib qoladi.